Faqat Tunuka o'zi 260 million so'mga bitgan ushbu obyektimiz sizlarni shunchaki lol qoldiradi. Ushbu obyektimiz 2025-yildagi eng katta Tunuka ishlarimizdan biridir. Ushbu obyektimiz oppoq 3D high-tech fasonda qildik. Ushbu ishimiz haqida va uning narx-navolari haqida men sizlarga bugun batafsil ma'lumot beraman. Bundan tashqari oxirgi qo'ygan videomiz esa ko'pchilikning muhokamalariga sabab bo'ldi. Ushbu videoda ham ijobiy ham salbiy fikrlar ko'p bo'ldi. Bugun esa men sizlarga mana shu savollarga ochiqchasiga javob beraman. Qani bo'lmasa, obzorimizni boshladik. Ushbu obyektimiz azizlar ko'cha tarafi bo'lib, uzunligi 40 metrni tashkil qiladi. Devordan chiqishligi adashmasam 1.10 mi, 1.20 chiqqandi. Bu fasonimiz ko'rib turganlaringdek dutili variantda bo'lgan. Mana bu ochiq joyni esa banzayka qilib yopganmiz. Tagi esa shestigrannik karniz bo'lgan. O'rtasidagi nirjaveykalari esa tilla rangda qilganmiz. Bu haqiqiy nirjaveyka, chunki quyosh to'g'ridan-to'g'ri tushganda buni rangi o'chib ketmas uchun darvozamizni oldini qarang, qanaqangi chiroyli bo'lgan. Havas qilganlarga shunaqa uylar nasib qilsa, havas bilan laykni bosib yuboringlar. Darvozalarimizni ustini qarang, qanaqangi chiroyli chiqqan kaziroklari. Mana bu darvozamiz ichkari taraflarini bitta ko'rsating-da. Darvozamiz ichkarisi kichkina mo'jazganada, bu 2 metrga 6 metr joyda mana shunaqangi variantda qo'yardik. Haqiqatan uzukka ko'z qo'yganda tushganmi, yo'qmi, kommentariyada fikrlaringizni bildirib yuboringlar. Negativlar sizlar ham bildirib yuboringlar. Ketdik, bu tarafda ham bitta ko'rsatdik. Mana bu tarafda ham uyimizni xudo xolasa kaziroklari to'liq bitdi. Uyimizni kaziroklari mana bu uchburchak mansab qismlarini esa banzaykali qo'yardik, chunki bu yerdan shamol kiradi, lekin qushlar kirmasligi uchun 40 metr joyda. Shu o'rinda yana bitta narsani sizlarga eslatib o'taman. Mana bu bu tipani ko'rsating-da. Ana shu yerda latoklari yo'q edi. Bizlar latoklarni qo'yib yubordikda, pastdagi latoklarga ulab yubordik. Men qorda ham video olaveraman, yomg'irda ham video olaveraman, chunki bizlarni kuzatayotgan mijozlarimiz har doim to'g'ri qaror qabul qilishi uchun erinmasdan tushuntirib beraman. Negativlar, bambit qilamiz. Videoni tugadi deb o'ylamanglar. Video endi boshlandi. Yaxshilab joylashinglar, qani ichkariga marhamat. Bu sizlarga 1,5 ming kvadrat metrdan ziyodroq joyda bu qayerlari tunikafon bo'ldi, hamma joyini ko'rsatmasam bo'lmaydi. Mana bu darvozaxonadan kirib kelganingizdagi darvozaxona, mana bu ayvonlar sizni kutib oladi. Bu ayvonlarni qarang. Ustalarimiz qanaqangi professional bilan bu tayyor bo'lganini ko'rsatyapman. Buni orqasida qancha mehnat, qancha mashaqqat, professional ustalar qancha bu yerda mehnat qildi bilasizlarmi? Roppa-rosa 2 oy mehnat qildi. 2 oy ko'p deysam, to'g'ri, ko'p. Bundan oldin tugat, men ham uydagilarga bir oyda tugataman deganman, lekin men aytganimiz Allohda aytgan bo'ldi. Nimaga deysam, chunki shamollash ko'p bo'ldi-da, ustalar qattiq shamollab kasal bo'lib, lekin Xudoga shukr, yuzimiz yorug', uydagilarga ishni chiroyli topshirdik. Dars davom etamiz. Xo'p, mana bu ayvonimiz uzunligi 22 metr, eni 4 metr. Mana high-tech 3D fasonda oppoq glansi tunikadan bo'lgan, xuddi alikafonda chiqqan. Agar buni alikafon tunikaligini aytmasa, uncha odam bilmaydi, alikafon deb o'ylaydi. Chunki bilasizlar, oldinlari tunika faqat matviy bo'lardi, glansilari bo'lmasdi. Glansi tunikalar o'zi endi chiqdi. Mana shu glansi tunikalardan foydalanib, xuddi alikafonga o'xshatib, bu uyda tunikafon qildik. Bu uyda tunikafonining narxi 260 million, faqat tunikani o'zi, tunikafonni o'zi bo'ldi. Agar endi uni alikafondan qilganda 520 million bo'lib ketardi. Chunki alikafon tunikafonga qaraganda 1 barobar qimmat, 2 barobar qimmat. Tak что endi men o'ylaymanki, alikafonchilar ham tunikafonga o'tib ketsa kerak-a. Meni so'kmanglar, lekin alikafonchi akalarim, sizlarni hurmat qilaman. Yaxshi alikafonchi akalarim bor, tanishim. Alikafonda o'zining o'rni bor, o'zining joyi bor. Tunikani o'zining joyi bor. Endi hamma o'zining mahsulotini maqtaydi. Sizlar ham, bizlar ham shunday. Turishini qarang, qor yog'yapti, mashalloh. Oppoq tunikafon, tillolardan ozroq ishlatgan. Mana bu yerda ham kaziroklarni qo'yardik-da, qarang. Mana bu yer kaziroklarni chiroyli qilib tugatdik mana. Endi mana bu tarafnikini oling. Mana bu tarafnikini oling mana. Bu yer juda chiroyli bo'ldi-da, bu yer ham 18 metr joy. Bu yer 20 chiqqan. Xullas, mana bu devorimizni ustini mana kazirok qildik, chiroyli qilib, mana bilan barobar qilib ketdik, tekis qilib. Latoklarini, tunikafonlarni tekisliklarini bir xil qildik. Mana bu joyni, kichkina joyda ham qarang, qanaqa chiroyligini, akkuratligini tunikafon qildik. Yuring bu yoqdan. Firuz aka, xormang.
Hormang akajonim, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Usta Firuz akamiz mana shu uyni pulni so'kinlarni qilib chiqdi. Tugatish jarayonini Tugatdi. Endi o'shani bitta-ikkita kamchiliklarni qilib, tozalab, yuvib, artib, mehr berib yopti. Aka, salomlashib qo'ying. Olg'a Qashqadaryo deng. Ketdik. Xullas kalom, bu uyda nima deydi, telefon qilayotgan joylar juda ham mo'l joylar edi. Eson-omon hammasini tugatib, egalariga topshirdik. Hammasi Allohning fazli bilan tugadi. Bizlar bir sababchi bo'ldik, qo'limizdan kelgancha harakat qilib turdik. Muhimi Alloh bizlarni uyaltirmadi. Xo'p, bu yerda ayvon mana bu, ichkaridagi ayvon, darvozadan kirgandagi ayvon, kaziroklar juda ham ko'p. Endi mana shu narsani sizlarga aytadigan bo'lsak, biz bu obyektimizni tak $13 qildik. Kvadratini usta haqqi materiali ichida, nirjavekalar alohida hisoblandi. Mana shu joyda bat tomon bitishligiga 1420 kvadrat tunika ketdi, 110 kvadrat nirjaveka ketdi. 2 oy vaqt ichida tugatdik. Xudo xolasa undan ham tezroq tugatamiz, chunki bizlarda yaxshi professional usta yigitlarimiz, shogirdlarim ko'p. Xudo xolasa endi biz boshqa joylarda ham ishlarimizni qildik-da, bitta bo'lmas-ku. Lekin bitta narsani ishonch bilan aytamanki, 2025-yilda eng katta obyektimiz mana shu uy bo'ldi. Tunika fondi o'zi 260 million bo'ldi. Qoyilmisizlar? Xo'p, ketdik darsh. Xo'p, bu uyda mana bu yerda yana bitta ayvoncha bor. Bu nima deydi? Letniy kuxnya deymiz. Xudo xolasa, endi letniy kuxnyamiz hali bitmagani, lekin xudo xolasa bu ham bitib qoladi. Endi qish bo'lib qoldi bu yog'i. Mana bu yerda xudo xolasa mo'ri bo'ladi, chiqib ketadigan, chiroyli qilib turib letniy kuxnya bo'ladi bu yer. Mana bu yerda ham patologlarni qarang. Ha, bu joylarni ham qarang. Kichkinagina joylarni ham erinmasdan qilib chiqdik. Qarang, mana bu yerda ko'rsinglar mana. Mana tekkisini qarang, vanna yo'qligiga qarang. Yaqinroq ko'rsing, bunday uzunday ko'rsing, o mana. Ish ustani haqiqiy mahorati mana. Uzun joyda bir tekis chiqqan. Eng qizig'ini aytaymi sizlarga? Eng qizig'i bu tunika oynaga o'xshaydi. Oynaga qarasang beting ko'rinadi-ku. Qandayligingiz ko'rasiz. Xuddi shunday. Ya'ni ozgina qing'ir-qiyshiq vanna bo'lsa, yaqqol ko'rinib qoladi. Demak, bu tunikada ishlashlikda haqiqatan bir o'ziga ishongan professional bolalar ishlamasa, ayblar, xatolar birdaniga yaqqol ko'rinib qoladi. Ishimizni ko'ring, baho bering, kommentariyada fikrlaringizni yozinglar. Keyin agar mabodo ishimiz sizlarga ham yoqqan bo'lsa, tunika fon qildirmoqchi bo'lsanglar, pastda nomerlar qo'yib qo'yamiz. Shu nomerlarga aloqaga chiqib, qo'ng'iroq qilib, bepul hisob-kitob qildirib, bemalol tunika fon qildirish mumkin. Bo'lgani yo'q hali, ketdik yana. Hali tugamadi. Chiqamiz ko'chaga. Boshqa ko'chaga chiqib ketdik, ehtiyot bo'ling, oyoqlar loy. Mana tekkisligini oling deb, tekkisligini. Tekkisini tepadan pastga tushiringlar. O, ana. Qarang, tekis, qarang. Umuman valna yo'q. Ko'ryapsizlarmi? Bu tunikada salgina valna bo'lsa bilinib qoladi. Bu xonadonimizning orqa darvozasi. Mana bitta ko'rsang, mana darvozaning ustlarini qanaqa chiroyli chiqdi. Mana tagida juda chiroyli ketdi. Mana akkuratni qilib turib tunika fonlarni qilib tugatdik. Qozoqlar bor-ku, qozoqlar. Bitta ish qilsa, xalqi shunaqangi poddeshka qilib, like bosib, kommentariya bosib, qo'llab-quvvatlayotgan haligi odamlar ko'tarilib ketayotganda, men bir narsaga hayron qoldim. Bizda negativlar ko'p ekanda. Halol mehnatda bir o'g'irlik qilgan yo'q, boshqa ish qilgan yo'q. Haqiqiy mehnat, san'at asari. Bizlarning xalqimiz bu 36 milliondan ziyod. Bittadan like bossa, bittadan kommentariya yozsa, bilasizmi nima bo'ladi? Oho! Xalqim, sizlardan kutib qolaman. Qo'ri negativ yozavermasdan, samimiy fikr bilan bir ichqoralik qilmasdan bir yurak ochib bir qo'llab-quvvatlanglar. Qanaqa o'zbeksizlar, bir o'zbek farzandi chiqib qilgan ishini ko'rsatyapti. Har xil qalang'i xusangi narsalarga like bosasizlar. Bunaqa yaxshi narsalar ko'rsa qimmat deysizlar. Arzon narsalar ham ko'p, sifatli narsa qimmat bo'ladi. Ketdik. Xullas kalom, hurmatli bizda obunachi aka-ukalarimiz, endi esa bizda oldingi qo'ygan videomizdagi ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Bilasizlarmi nimaga? Chunki men ba'zi bir insonlarga tegib ketdi. Tegib ketganini ham aytaman, kimlarga tegib ketganini. Masalan, narxni aytgan paytda boshidagi narx arzon,
oxirida esa kvadrat qo'shib hisoblab oladigan odamlar bor. Ana shu odamlarga yomon tegib ketdi. Aslida tunuka fondi narxi necha pul halol hisoblaydigan odamlar bilan kvadrat qo'shib hisoblaydigan odamlarda farqi bor. Men o'shalarni kirdikorlarini ochyapman. O'sha odamlarga tegib ketganligi uchun kommentariyada negativlar yozyapti. Men o'sha uchun sizlarga nima qilyapman? Qaranglar. Joyda kvadratini aytyapman. Mana shu joyga necha kvadrat tunuka ketgan aytyapman. Necha pulga qilganimni aytyapman. Qaysi zavod tunukasidan foydalanganimni aytyapman. Tunukani qalinliklarini aytyapman. Hammasini aytyapman. Ochilmagan karta qolmayapti. Hamma kartani ochiqchasiga o'ynayapmiz. Endi bu narsa ko'pchilikka yoqmaydi. Chunki ular tunuka fondi ishda olishlik uchun narxini arzon aytadi. Bu yog'i to'g'ri kelmagandan keyin kvadratini qo'shib hisoblaydigan odamlar bor. Hurmatli akalarim, ukalarim, mana shunaqa ustaga tushganlar pastga yozinglar, baraka topkurlar. Keyin xudo xolasa yana bitta videoni xudo xolasa men sizga qo'yib yuboraman. Ana shu videomizda nasib bo'lsa, bundan keyingi videomizda mana shunday insonlardan biriga tushib, bizlarga juda ko'p qo'ng'iroqlar bo'ladi. Alo, Abdulloh, mana shunaqa qildi ustalar, nima qilay deydi. Endi men ulashiga aralashmayman. O'zimda maslahat beraman, to'g'ri yo'l aytaman qo'ldan kelgancha, lekin kidat qilayotgan odamlar ham bor-ku, bilasizlar-ku. Endi ha deb turib negativ yozib, o'zi bunday hisob-kitob qilib ko'rdim akalarim, ukalarim. Negativ qilganlar 0.1% ekan. Ya'ni o'shancha odamga tegib ketibdi men aytgan gaplarim. Narx borasiga keladigan bo'lsak, qimmat, arzon degan narsa aslida bizga ustozimiz tushuntirgan yo'q. Bu nisbiy tushuncha. Nimagadir nisbatan qimmat, nimagadir nisbatan arzon. Kelinglar haqiqatan qimmatmi, arzonmi degan narsani o'rganib chiqamiz. Qimmat deganda mana shu uy misolida aytaman. Mana shu uyni biz 13 dollardan oldik. 13 dollarimiz hozirgi kunda dollarni kursi necha pul bo'ladi? 156 ming so'm bo'ladi. 0.4lik tunuka. Tunukani sifati chotki. Xudo xolasa sizlarga kursini ham beraman, o'sha qalinligi, kraskasini qalinligi, o'zini qalinligi. 0.4lik tunuka, taydagi karkasi metall profildan bo'lgan. High-tech 3D fasonda bo'lgan. Biz bu fasonlarni hammasini narxini 150 mingdan 175 minggacha qilyapmiz. Bu narsani biz qilganimizga sababi ancha oldinda dollar kursi pastroq edi. Dollar kursi tushib ketsa ham, prosta gapirgan gapimizga javob berishimiz kerak-ku, to'g'rimi? O'sha uchun javob berdik mana. To'g'ri, 150 dan 175 gacha. Bizda 150 dan boshlanadi. Nimaga? Chunki bizlarda ishlatiladigan xomashyo eng toza, sifatli xomashyolar ishlatiladi. Ishlatgan ustalarimiz ham boyagi kecha chiqqan shogirdlarimiz emas, balki tajribasi bor usta ustalarimiz ishni qiladi. Hisob-kitob to'g'ri bo'ladi. Masalan, 100 kvadrat tunuka bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi 100 kvadratga pul olamiz. Biz u qo'shmaymiz masalan. Birovlar misol uchun 200 kvadratga 250 kvadrat pul olyapti. O'sha narsani aytyapsiz, aldanib qolmanglar deb turib. Chunki biz hammani ishini qila olmaymiz, lekin shu sohada ishlar ekanmiz, shu sohada kamchilikni ko'rgandan keyin o'shani ko'tarib olib chiqib, akalar, ukalar menga nuqta qo'yaylik deyapmiz. Chunki kasbdan baraka qochadi. Bu hamma o'zicha bilgan qilaversa qanday bo'ladi? To'g'ri bo'ladimi? Yo'q, noto'g'ri bo'ladi. Chunki shu sohada o'ziga yarasha tajribasi bor, o'ziga yarasha odamlar taniydigan odamlar o'sha narsalarni ochib, ilga xalqqa to'g'risini aytish kerak. Bu narsani negativlar chiqib, ha deb turib gapirib, negativlar. Nimaga sizlar endi hech kim tanimaydi, faqat yozasizlar kommentariyada. Yo'q. Mana ochiqchasiga kelinglar, gapxona qilamiz. Narx-navosini. Qimmatmi, arzonmi sizlarga asoslab beraman. Mahsulotga nisbatan, ishlatilgan tunukaga nisbatan, hisob-kitobga nisbatan o'ta arzon. O'ta arzon. Bu narsani tunukafon qilib, tunukafondan kuygan odamlar meni gapimni tasdiqlab kommentariyada yozinglar akalar, sizlar ham bambit qilinglar shu narsani. Bu boyagi kvadratdan o'raydiganlar, boshqalarga tiyib ketdi meni ko'p gaplarim. Men u narsani bilib turibman, hamma narsani hisob-kitobi bor. Bizlar ham misol uchun osmondan olib turib narxni belgilamaymiz. Narxlaring ozgina qimmat bo'lsa ham, ishlaring sifatli bo'lsa, halollab olsanglar, o'sha to'g'ri bo'ladi. Lekin bizlarning narx-navolarimiz juda ham chiroyli narxlarda bo'lyapti. Mana high-tech 3D fason 260 million so'mga qildik. Bu hazil ekan pul emas bu. U qilinadigan narsada bu narsani uyda egalari quruvchi, buni o'zini prorablari bor, hisob-kitoblari bor. Noto'g'ri hisob-kitob qilsangiz, mazangizni qochirib qo'yadi. Shuning uchun elda xalq bilan ishlaganda aldab emas, to'g'ri hisob-kitob qilib, duosini olib ishlagan odamni Alloh taolo ko'kartira, el ko'kara o'sha. Xudoga shukr, mana biz kundan kunga jamoamizda yigitlar ko'payib, elda xalqning xizmatida butun respublika bo'ylab xizmat qilyapmiz. Bu yog'i
Farg'onadan buyog'i Buxorogacha, buyog'i Qashqadaryogacha, Jizzaxgacha juda ko'p joylar, butun respublika bo'ylab xizmatlarni yo'lga qo'ydik mana. Xudoga shukr 2025-yilimiz bizda zo'r o'tdi. Ushbu obyektimiz 1,5 ming kvadratdan oshdi. Sizlarga ham agar ishlarimiz qiziq bo'lsa, sizlar ham uylaringizda shunaqangi chiroyli bir tunikafon qilmoqchi bo'lsanglar, biz sizlarga shunchaki tunikafon emas, sizni uyingizdan kirib kelganingizda juda ham bir chiroyli atmosfera kutib oladigan tunikafon xizmatlarini qilib beramiz. Agar siz bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp, imolarimiz ishlab turibdi. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bepul hisob-kitob qildiringlar. Bizlarni ishlarimizni Xudo xolasa butun dunyoda ko'rib, Amerika, Yevropa, Koreyalardan, Rossiyalardan, Qozog'istondan o'zimizni o'zbek musofir akalarimiz ko'rib, uylarini tunikafonlarini qilib berdik. Usta Abdulloh jamoasi kengaymoqda. Agar bizni jamoamizda mana shunaqa zo'r tunikafon fasonlarni o'rganib, biz bilan hamkorlikda ishlamoqchi bo'lsanglar, biz hamkorlikka ochiqmiz. Biz manzilimiz Samarqanddan, xizmatlarimiz butun respublika bo'ylab amalga oshiriladi. Agar ishlarimiz sizlarga qiziq bo'lsa, sizlar ham uylaringizni tunikafon qildirmoqchi bo'lsanglar, tunikafon qildirmoqchi bo'lgan aka-ukalarim, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bepul hisob-kitob qildiringlar. Bu yoqqa to'g'ri kelsa, gazini bosinglar. Elda xalq xizmatida qadriyatli ustalar. Bizni kuzatishda davom etinglar.